injektor usturovka berganmiz. Eng full varianti degani nimaligini hozir sizlarga birma-bir obzor qilib tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Hop, eng full varianti degani mana ozuqlarni qo'ymasdan, elektr ventilyator qo'ymasdan, mana bu daxmadir blogini qo'ymasa ham, koreys tabloni qo'ymasa ham mashinani injektor qilib yurg'izsa bo'ladi. Lekin bunda ozgina buzilish holatlari, texnik o'ynash holatlari ko'p kuzatiladi. Shuning uchun biz koreyskiy labo bilan bir xilla qilib yashashga harakat qilamiz doim. Koreyskiy ozuqlardan chang so'rmaydi, motor umri uzoq bo'ladi. Texoddachi, tushiradachilik qo'yiladi, texodli o'ynamaydi. Daxmadir blogini ichida o'zini koreyskiy relaylar bo'ladi. Shuning uchun o'shani o'zini обязательно yig'ilmasdan doim qo'yib boramiz. Tabloda esa nima bo'layotganini doim kuzatib tursa bo'ladi. Hop, o'zini anaqa neytral bo'lib, keyin aqabaqa bo'ladigan emulyatorlarning o'rniga Lacetti emulyatorlardan faqat gaz, benzin bo'ladigan emulyatorlargacha qo'yib beriladi. Hamda mana eng qiziqtirgan narsadan bittasi, ko'p videoda shuni qidirib topolmadim. Ustalar videosida kislorod datchik. Mana shu kislorod datchik doim bor bo'lsa, benzinni yoki 4-paketli propan metallarni ugariga qarab kompyuterga buyruq berib turadi. Ko'p rasxod qilasan deb turib, benzindan, gazdan qisib beradi. Mana sizlar ko'rib turibsizlar, oddiy injektor bilan eng full variantdagi injektor farqlarini. Eng full variantda injektor qilib berishni boshlaganimizdan beri hali biror kishi bizga ana moshdan ko'p rasxod qilibdi, benzinga ko'p rasxod qilibdi yoki shunga o'xshash muammolarni hali aytishgani yo'q. Demak, hammasi oz rasxod qilibdi. Xudoga shukr, alhamdulillah deymiz buning uchun. Biz sababini qilyapmiz, Alloh taolodan buni natijasi albatta. Bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Damas Labo haydaydigan tanishga jo'natib qo'yamiz. Like, podpiska, kommentlar bilan qo'llab turamiz. Hammaga rahmat.